Assalamu alaykum arzuyum. İkinci karar haqlıq taam pişiriq salonidagi barliq xonimlar. Bu videoda dərsimiz bolsa, toxu go'shtiniki, loq go'shtiniki kebab qilish usuli. Bununğa mushundaq toxu go'shtini yalpaqdab to'g'rab olgan toxu go'shtidan 1 kilo ketadi. Agarcan siz yoqtirsangiz toxu go'shtini 4 jang to'g'rab olsangiz bo'ldi, xonimlar. Har kim o'zini yaxshi ko'rishi asosan toxu go'shtini to'g'rab tayyorqis bo'ldi. Ondan keyin ma qo'shiqda yarım tamoq qo'shiq qurmush, yarım tamoq qo'shiq tuz, bir tamoq qo'shiq, 2 tamoq qo'shiq qizilmush talqini, ma achchig'i, tatlig'i, 2 tamoq qo'shiq qizilmush talqini, mush qo'shiqda 2 qo'shiq suyag'i, ya'ni 20 gram suyag'i, 100 gram qatiq, odatki qatiqda 100 gram ishlatamiz. Onun için 2 tane şoxla, 1 tane baş piyaz, samsaqdan 5 çiş, mao, suncan, zencefilden 20 gram atrafıda. Onun için mao kızılmış kıyameden, muş tamak qoşuqda 1,5 qoşuq kızılmış kıyame, muş materyala gidiyor. Hem de biz bu materyallardan muşu zencefil, samsaq, şoxla, piyaz, qatarıqlarını uşaq çanab bir muşu qiyam asıl qolmamız, xanımlar, muşamızın uşaq çanab çıxımız. Mana qızlar biz çanab həmsini muşunda qiyam halat ekib olduq. Bunun üstüge bayaqı 2 qoşuq, 2 tamoq qoşuq, yani 20 gram sumay, 100 gram qatiq, 100 gram qatiqni mavu, muş qo'shiqda 1,5 qo'shiq pomidor qiyamini töktük üstüge. Ondan keyin ma açıqlaza, tatlıqlaza bunu qarmuş, tuzumuzni tökümüz. Töküp bunu taza yaxshi aralashtirib, bunu aralashtirib tayyor qilamiz. Mana qizlar, shundaq aralashtirib tayyor qildik. Endi bunu biz bayaqı toxuyumuzdan üstüge tökümüz. Yalpaqda olgan toxunun üstüge töktük. Töküp bunu aralashtiramiz. Mana qizlar, bu toxuyumuzni yaxshi aralashtirib, muşu qiyamga taza yaxshi aralashtirib chilib olgandan keyin bunun üstüne xaşo bilan yepib, yumta yepib, to'nglatquning muzlak saqlash bo'limchasiga qo'yib, 3 soatdan 4 soat atrofida qo'yib tamlandiramiz. Qancha uzun tursa teri yaxshi yaxshimiz qilib atis pishasınız teri yaxshi. Bunu tamlandirib, ondan keyin pishasaq bo'ldi. İkinci qadamda biz to'nglatquning muzlak saqlash bo'limchasida 3-4 soat turib, tamlangan to'xu go'shtimizni mushu lisimizga takishchi yeyib olamiz. Mana qizlar, to'xubga takishchi yeyib oldik. Endi buni 225 Selsiya gradusda 40 minut pişirip avasaq bo'ldi. Mushu yuzi qip-qizil qizarib pishib chiqsa avasaq bo'ldi. Mana to'xubga soldik. Xonimlar, kim o'zining to'xubkisiniki mushu kebab pishirgan gradusini tanishib, sap pishasi bo'ldi, xonimlar. Mana qizlar, bu to'xubkida yarım saat turgandan keyin mushunda holat kelibdi pishib. Endi biz bu kebablarimizni o'raymiz. O'rib, buni qaytadan to'xubga solib, qaytadan yarım saat pishiramiz, xonimlar. Shuni oqoldi qizirib, tekshirib, bek tamlik chiqadi. Mana qizlar, buni o'rib bo'ldik. Qaytadan to'xubga solib, 230 Selsiya gradusda qaytadan yarım saat pishirib, qizartib olsaq bo'ldi, xonimlar. Mana aytsanlar, bizniki to'xuyniki loq go'shi mushundaq shaklda pishib chiqdi, xonimlar. Mana mushundaq pishsa, bek yeyishlik, bek tamlik bo'ldi. Bunun oq oldimi, mushundaq qizarib, shuna chiroyli pishib chiqadi. Mushundaq yeyishlik chiqadi bu. Bo'lsa oilada bolalarga biringizda yumshoq nonlar yeyishga bek mos keldi.